Нормальный Andijonda o'yinim bor. 2024da eng kuchli ibratli kontent, bilasiz, manfaatli. O'shunday kontent bo'yicha eng kuchli men bo'lganman-da, misol uchun Andijonga men olib kirganman. Bunda Qirg'iziston jaransizmi, O'zbekistonmi bu? O'shol jeri, misol uchun odamlar bilmasdan suylash to'g'ri emasdan, 00 so'm men hozir bilib oldim, qayerga yetib ketishim kerak, misol. Kecha yaqinda videomiz ayoy bir trend bo'ldi. Prezident bilan jolыққан videomiz. Qanday jolығып qaldыңыз? Je birөө сунуш бердиби? Жолыққан чакта деле bir өтө кыйынчылыктар болсо керек ортодочу. Тоскоолдуктар, каршылыктар. 7 kunim чагын мен айта турган сөзүм башка эле. Жаттап келгенмин, кагаз, ручкаларга жазып, башка сөздү айтам деп, башка сөздү айтып атам да. Өзүм негизи эмне деп айтайын дедим да. Саламатсызбы, урматтуу президент. Мен атажонум Хожи Мухаммад, блогермин. 1,5 миллионга жакын аудиториям бар. Колдойбуз, ишиңизди уланта бериңиз. Блогерлерди колдойбуз. Башка өлкөлөргө реклама кылыңыз Кыргызстанды, туризмин айтыңыз, өнүгүп атканын айтыңыз, стабилдүүлүк бар экенин айтыңыз, чек аралар чечилип, бул өлкөдө чыр чатактарды мындан ары Кудай буйрса түбөлүк болбойт деп аны жеткириңиз. Ошондо инвесторлор, туристтер агылып келет. Маселени 00 сом деген маалда бир ойлонуп көрүңүздөр. Мисалы үчүн мен өзүм көрсөтөйүнбү? Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Кыргызстандан үй алуу үчүн көпчүлүгү чоң суммадагы баштапкы төлөм топтошум керек деп ойлошот. Бирок андай эмес, баштапкы төлөмсүз эле даяр, дароо кирип жашаганча төлөй турган үйлөрдү алсаңыз болот. Биз Топ Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги сизге юридикалык жагынан таза, документтери так, дароо кирип жашай турган үйлөрдү алып берген жардам беребиз. Андан сырткары жер участогун алсаңыз дагы болот. Толугураак маалымат алуу үчүн ылдыдагы номерлерге жазыңыздар. Консультация акысыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Assalamu alaikum, урматтуу Учкунбек каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүнкү конокко буйруса, элди кыргыз эли тааныган, Орто Азия тааныган эл баласы келип калыптыр. Бир өз айтсам жок деп келдиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Элдер менен амандашылсаңыз, суроолорду берели буйруса. Assalomu alaykum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, урматтуу өзбек элим. Чыныгын айтканда дагы бир жолу айтам, келгенде эми айттым. Негизинен айтканда бул жерге мен таттыктууму, таттыктуу эмесмин билбейм, бирок мени чакырып, сый урмат көрсөтүп, кылганыңыздар үчүн аябай ыраазычылык билдирем, чоң рахмат айтам. Иншалла бүгүн эми колдон келишинче жакшы бир маяк кылсак, иншалла элге эми пайда болсун иншалла. Биринчи эле сурообуз эми сиздин стилиңиз өзгөчө негизи. Эл баласы деген бир стиль, ошолорду ким идея берди же өзүңүз ойлондуңуз, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Негизи өзү буга чейин эми блогторду башка видеолор эми блогерлик тармагында иштегенмин, бирок Кыргызстанга келгенимден кийин эми мен атым эми чыныгы атым Хожи Мухаммад. Эми эки ат. Хожи Мухаммад, же Хожи дейиш керек, же Мухаммад дейиш керек. Эми сиз мындай интернет тармакта өзгөчө болуп чыгыш үчүн бир өзгөчө бир ном менен, ат менен чыкпасаңыз, эми адамдар кабыл кылыш кыйын, эстеп калыш кыйын экен да. Бул биринчи маселе ошол эл баласы болушумга себепкер болгон бир братишкам бар, Аман деген. Ошол бала бир күн айтып калды, аке деди, сизди деди, азыр адамдар көрүп атат. 100 миң, 200 миң, 300 миң адамдар көрүп атат, бирок атыңызды жакшы билбейт. Кээ бир кисимде аты алыс, никти өзгөртөр деген сөздөр болуп кетти да. Анан мен көчөдө мунусу менен учурашып калсам, мүкөм сени Инстаграмда көрүп атам, бирок аккаунтыңды издеп таппай атам. Кандай эле деп туруп, анан мен жазып айтсам дагы жаза албайт да. Анан өзүм телефон Инстаграмга кирип жазып берет элем. Анан акыры аке айтты, давай бир атты өзгөртүрөлүк деди. Мен элдерге кайрылып чыктым. Урматтуу мекендештер, мен эмне кылайын, кандай ат менен иштейин десем, көпчүлүк ошол маалда эми Кыргызстандын жакшы жерлерин көрсөтүп берет элем да, маалда. Көпчүлүк патриот, кыргыздын баласы, кыргызстандык бала, өзбек бала ар кандай сөздөр жазды. Анан ошол бала мага идея берген бала эл баласы жазып коюптур өзү. Машалла, элдер бериптир бул идеяны сизге. Ооба. Бир сутканын ичинде ошол видеоду, ошол эл баласы деген комментарийге 10 миңге жакын лайк бир күнүн ичинде. Бир 2 миңге жакын ушул мас эл баласы деп кой деди. Машалла. Ошол менен эл баласы деп койдум.
Ko'chada kim ko'rsa el bolasi, El el bolasi bolasi. deb Bir qo'ygan. otimni bilmaydi. Chiniqatayım ne deb qo'yadi? Hoji Muhammad hoji deb qo'yaring deb qo'yamda. Anam o'sha bilan bo'lib ketgan. Endi chach masalasiga kelsak. Chach masalasi o'zgacha. Endi chinig'ini aytganda men o'z aktyorman. Aktyorlikka qiziqam, kinolarga tushishga, kliplarga. Biroq endi Qirg'izistonda misol uchun 1-2 yildan beri ayvay yaxshi kinolar boshlandi. O'zingiz ko'rib o'tasiz. Mana ma'noli, ta'sirli, prikol deysiz, böyle janr har joqdan so'nib ketadi-da. Endi bo'ladi misol uchun kinolarga tushsak. Muruni endi bilmayman men. O'shaga men o'zim ko'rash turk kinolariga, qadimiy eski kinolar bo'ladi-ku, tarixiy kinolar. O'shalarga qiziqib, misol uchun Osmoniy kinolar, Mo'g'ul rollariga o'zim qiziqib chach qo'yganman. Bu ikkinchi masala, birinchi masala o'zi sunnat bo'ladi-ku. Sunnat orqasidan shu sebebini qilamiz deb qo'yganmiz. O'shandan keyin chachim o'rtada kesayin deb ham harakat qildim. Biroq endi ko'pchiligi shu meni taniydi, endi chachim meni taniydi. Jashoda Xudoy erkak kishi uchun bir omad beradi deydi-ku. Bu chachim meni ham bir sebeb qilgan bo'lsa, endi aram narsa emas, bu sunnatga to'g'ri keladi. O'zi sunnat shunday bo'ladi-da. Hozir ko'pchiligi ikki chetini olib qo'yadi. Chachingiz ko'raysiz. Men chachimni. Ha, unda ikkita sunnat turadi-da. Ikkita sunnat. Men chekasini olib qo'ydi ko'pchilik. Olib bo'lmay qolayotganda. O'shul chinig'ini aytganda, mana o'shul yerga birdek aytaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgani, ikki turda chach bor. Biri uzun, biri ikkinchisi tayt uyumini olib tashlash. Endi qarang, o'sha o'limda chekalardan olib qo'ygan chachlar qayerdan kirib kelgan deb o'ylaysiz siz? Yevroylardan kirib kelganmi? Yevropadan kirib kelgan. Yevropadan kirib kelgan. Endi Yevropadan kirib kelganlarni biz qo'llayotamiz-da. Alarda mayli, хорошо. Alarda urf jo'nda aytdi. O'tganda birov bilan suylashib qoldim, chachini olib olsam erkakka o'xshab deydi. Men aytdim, "Хорошо aka, biz sizga so'rov berayin, o'shul yerga so'rov beram. Ikki narsadan birini tanlash kerak-da, je dinda, je erkaklik, misol uchun urfda. Misol uchun hozir urfda bizda o'shunda chach yo'q-da ko'pchilikda. Ko'zga uyrangan emas-da. Biroq misol uchun sizni otangizni, men otamni yoshlig'ingizda minerdan qo'ygan tachash. Murda ilgari shunday bo'lgan. Suratlarda ko'rib qolamiz-ku. Ovada Nerdan chachlar? o'shalar erkak emasmi? Sizni otangiz, biz otamiz ham yoshliqda qo'ygan, erkak emas deb o'ylaymizmi? Chinda aytganda. Bilib jazoratda. O'shaga men aytaman, misol uchun Yevropani qo'llayapsan, хорошо. Bunday minerdan chachlarni qirib, shu full box deydi, bizda shunday deb qo'yadi-ku. Bunday chachlarni nerlardan zezak qilib, jazvo olib, ularni mayli Yevropani qo'llab, biroq dinda keltirgan narsani, seni o'yin bilan dinda qarish kerak bo'ldi. Boshqa masala yo'q. Siz videolaringizni ko'rib qoldik. Anan kommentarlarda o'qib qoldik-da, siz negizi bedresda o'qigansizmi? Qarisizmi? O'sha bo'yicha da ma'lumot ketaylik. Ova men Xudoga shukr, o'tganda Ali Baxaka meni siz bilan cho'g'i bor degan, o'shanda ham aytib o'tdim. Jashoda bir o'kina turgan narsam o'shol. 12 yoshimda Qur'on jattab, 17 yoshimda molda bo'lib, misol uchun arab tilini yaxshi bilaman. Qur'onni periodini undan sirtqari, misol uchun vaqtida nikoh qilib, fatvo bo'limi, o'xshagan. Misol uchun Xudoga shukr, o'sha 10 yil oshiq shu jashoim o'shunda o'tgan. Qirg'izistonda o'qigansizmi? Qirg'izistonda ham o'qiganman, O'zbekistonda o'qiganman, ko'p joylarda o'qib kelganman bu nima bo'yicha. Ustozlarimdan dag'i bir joy rahmat aytaman, biroq harakat qilamiz inshaalloh o'sha narsani madrasada odam o'qitmasak dag'i, masjidda imom bo'lsak dag'i, самое главное shu odamlarda yaxshi o'y fikrlarini, misol uchun odamlar uchun yaxshi bir dindagi narsalarni ko'rsatib berish, ikki yoqdan ko'rsatib berish kerak. Yaxshilikqa. Harakatda qo'choqda bo'tgan deb o'ylaysan-da? Jemi tatliqda emas biz deb o'ylayman va biroq inshaalloh endi qo'ldan kelgancha. Mermen qancha tanishib qoldingiz, bir sunish berdi, ko'p yurib qoldingiz. Men orqali taniganlardan ko'p tasiydi-chi. O negizini aytganda jenishi 5,5 soat Xudoga shukr rozichilik bildirib qo'yin o'sha yerga ko'p maga poddeshka berib, men poddeshka qanday? Aqcha joqdan, uy joqdan, mashina boshqa joqdan emas. Просто qo'lda balam deb misol uchun yaxshi joylarga taklif qilib, o chaqirib, al insonnidagi bir millatda misol uchun o'zining mo'ynidagi misol uchun ko'rsatib berish kerak. Biz joqdan, boshqa jurnalistlar joqdan, televideniya joqdan ko'rsatib berish kerak. Bizdagi kishina bo'lsa-da sababkor bo'lib qoldik. Anan qanday men bilan yo'liqib qolganimni aytam. O'tgandagi bir yerda o'shun bo'yicha suylashib o'tdim. Mer bilan yo'liqib qurunchon mer kim ekanini bilib o'taylam. Ag'achayin blog operatorligingiz biroq. Ova, mer nima ekanini ham bilib o'taylam. Men hokimni bilam, deputatni bilam, prezidentni bilam. Chinda aytganda mer meni bu Amerikalarda kinolarda ko'rsak, mer desa shaharda mer deb tushunganmiz. Biroq men anchalik bu ishga aralashib qolganim sababdan mana shuni tushunmay deylam. Anan
Bu kunga cheyin asfaltlarni tortib, boshqa qilib 1 oyga yaqinmi, 2 oyga yaqin bo'ldi, по-моему. 2 oyga yaqin o'zim o'zbekcha suylab, anan kelgan ellar ko'p aytib qoldi. O'zbekcha emas, qirg'izcha suyla dedi. Ham ko'p kommentariyada keladi-ku. Men o'shul yerda, misol uchun, просто siylagan maqsadda, sebab deganda meni qo'lda shotadi o'sha Qirg'izistonda, Moskvada ko'rgan, boshqa Yevropada ko'rganlar, misol uchun o'zimizdan qirg'iz akalar, ukalar misol uchun o'shularga deb turib men siylab, qirg'iz tilini siylab, Qirg'izistonda yashayapman deb o'sha qirg'izchani harakat qildim. Qirg'izcha suylashga sebab deganda, men baribir siy hurmat birinchi o'chirda turadi-ku, mamlakat tili qirg'iz tili bo'ladi, o'sha sebabdan siy hurmat, boshqa hech kim meni qirg'izcha suylaysin, o'zbekcha suylaysin degan so'z bo'lgan emas. Anan Kalelin ko'chaga do'stim telefon chalib qoldi. O İlyas degan o'tiradi. Do'stim dedi, uy o'shatda-da. O'shul yerda asfaltlar tortamda, pastyanni asfalt bo'yicha analiz men aytayim sizga. Baramdan 20 sm ga 30 sm, 40 sm deb burun 80% videolarim o'shundaylar. Kelib turib o'shul yerga sloy bo'lib turib 7 sm dan 15 sm jeb bo'lsa, o'shuna qilib men videolar chiqarataman. Anan bir asfalt ko'cha ochildi. O'shul malda menga telefon chaldi. Do'stim kelsangiz, o'shul yerda asfalt ochildi, bugun ochilish bo'ladi dedi. No, хорошо dedim, bordim. Ana video asfalt bizdagilar qilib tortib jursam, tevadan bir 50 taga yaqin odam keldi, churqab, kameralar meni. Mana do'stim aytib qoldi. O'shul mer meni ko'rishib qo'yasizmi dedi. Mer kim deyapman-da men. Desam, o'shtun meri bo'ladi. Shuni deb menga ma'lumot berdi. Ana хорошо dedim. O'shul yerda melisalar, bunisi ko'rgan gaylar ko'rib turib, bo'lasa qandaysan, olmalda, emi boshlagan. Jenish Beshimatov bilan uchrashib qo'ydi-da. Men borib siy hurmat sebabdan assalomu alaykum, qandaysiz, yaxshisiz? Men O'zbekistonda o'shuncha media jaqdan, blogli jaqdan ishladim, yurandim. O'sha Qirg'izistonda da ozmoz foydam tegsin. Agarda yordam kerak bo'lsa, har doim tayyorman desam, o'shul moment o'zida Hambeke yordamchi saytdan klassdoshim dedingiz. Shunday dedingiz-a? O'shul qizga nomerini olib qol, ertaga mashina bozor открытasiga borasan, biz bilan har doim ishlaysan dedi. O'shul bilan cho'g'i ishlashib ketdik. Xudoga shukr, yaxshi ishlar qildik, qo'limizdan kelishincha men shunday deb o'ylayman. Misoli, merlar bilan ishlashib yurasa, eski mer, hozirgi mer ayirmaligi qanday ekanligini Şul bo'yicha. Men negizini aytganda men ayirmalik praktika yuzida bilasiz-da, biz unda sirtdan bilamiz-da. Ayirmalikni ayta turgan darajada emasman negizini aytganda, biroq men ko'proq Jenish Beshimatov bilan ishladim-ku. Allohdam jonida har qanday so'zlar bo'ladi. Bir-ikki sanday deb, bir-ikkisi qarz bottirib ketdi, boshqa. Men ishtaka ayta olmayman negizini aytganda. Allohdam ishtaganini aytaman. Allohdam chindan aytganda 1 yil 2 oy ishladi. Misol uchun 30 yil, 40 yil, 50 yilda bo'lgan ishlarda hurmatli prezidentimiz bergan prikaz bilan ishlab, misol uchun o'zimiz ham tanqoltasida, mana ko'chalarda ham o'zi kichkina ko'chalarda ham asfalt qilib turib, snos bo'ldi. Biroq bunda shahar o'nigish uchun, gurkurash uchun ko'p narsadan ketish kerak-da. Misol uchun biz ham Yevropa stilga, Yevropa, O'zbekiston, Qozog'iston, boshqa janubimizdagi mamlakatlarga yetishimiz uchun ko'p narsadan ketishimiz kerak. Snos bo'ldi, uyini berdi odamlarga, snos bo'lgan yerlarga. Biroq Jenish Beshimatov men aytaman, misol uchun son ishladi, odamlar kommentariy yozsa ham bo'ladi o'zlari. Biroq men Janara Qayib bilan menga anan uchrashib qoldim bir yerda. Ayva jo'nakay muomalasi o'ta so'nin. El bolasi qandaysan, namosim uka, qanday xizmat bo'lsa ayt. Cho'g'ishda shaylik. O'zi aytib qoldi, ko'rib qoldik deb aytdi. Men odamni ko'rvasdan ayta olmaysan qanday ekanini. Hemen şef ketgandan keyin ko'pchilik bir hayp ham bo'lib ketdi, yilab chiqdingiz bu. O'zingiz tushunsangiz bo'ladi men. Al odam uchun men al odam uchun uylagan jo'qman-da. Men nima uchun uyladim? Odamlar to'g'ri emas tushunib qolibdi o'sha momentda. Men eski Eksmerda oldiga kelgunimcha hech kim emasdim-da. Hech kim. Men hech kim taniymaydi. Даже qursog'im ham keyda och bo'lib, misol uchun yashay turgan yerim yo'q, mashinam yo'q, boshqa bo'lib, misol uchun hech kim tanimal emasdim-da. O'shul odam sevibkor bo'lib qoldi. Meni tipimda botqoq deydi-ku. O'shul yerdan o'zini kichkina so'z, yaxshi so'z bilan olib chiqib ketdi-da. O'shaga menga qilgan yaxshiliklari ko'zimdan o'tdi-da. Endi jamon odam bo'lsak, ketsa ketaversin deysiz-da. Menga ne debpa? Menga ne? Men o'zimni pontum urib oldim, boshqa qildim, boshqa degan so'zni aytsangiz bo'ladi-da. Biroq bunda odamni misol uchun to'lka yaxshilik qilayotgan mahalda siylab boshqa mahalda orqasidan bunday qilib
pichoq sancha turgan odam emasman-da. O'sha sababdan men Abdush al inson uchun ozmoz o'kindim, biroq birtekana aytam, bu narsani hurmatli prezidentimiz o'zi qaror chiqarib, o'zi boshqasini misol uchun janara qayib qo'ydi. Biroq bu mamlakat ishlariga birdek deya olmaymiz, ya'ni har bir ishda bir o'zini bir yaxshi nima hikmati bor deydi-ku. Rahmat, so'lim ma'lumot berdingiz. Negizli mына ko'p o'lkaga borib жүрөбүз, бирок эң көбүнчө мына Өзбекстанга, Кыргызстанда жүрөбүз. Эки өлкөнүн салыштырмалуу айырмасы кандай, адамдары көбүнчө Ayırmasını çindab aytganda o'zingizdan payqasangiz kerak. Hozir ko'p jaqdan biz o'nikib ketdimiz, Qirg'iziston. Turadi. Misol uchun 5 yil burun O'zbekistonga borsangiz, O'zbekistondagi даже taksistlar ham liboyi qilgan muomalani ko'rib turib, bu ayavay son muomala qiladi-da, o'sha suhtanardikda. Biroq hozir o'shanday bo'lib qoldi bizda. O'zbekistonga borsam, bu Qirg'izistonda o'zgarishlar bo'lib ketibdir. Bir shahar emas, bir boshqa emas, odamning muomalasi ham shunchalik o'zgarib ketibdi. Degan 5-6 yilda shunchalik o'zgarib ketdi degan narsa bo'ldi-da. Sababi burun O'zbekistonga suhtangan narsamiz, ham O'zbekistonliklar bizga suhtamayotadi. Sababi muomala jaqdan ko'p keldi O'zbekistonda. O'da, misol uchun kelgan odamga siz tanisangiz, aka, yuzini choq qo'yib beraman. Ketdik deb turib, misol uchun yaxshi muomala qilib, ko'chada birdek so'rasa, qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz, misol uchun. O'sha sababdan hozir o'sha ham sababkor bo'ldi-da, hozir misol uchun odamlarning o'y fikrini o'zgartirishiga, O'zbekiston bilan Qirg'iziston yaqin do'st ekanini o'zimiz muomalamiz bilan bildirib qo'yotamiz deb o'ylayman. Negizini aytganda ayirmachilik qiyin masala, biroq ikki teng o'ziga yarasha o'nib o'tadi. Самый главный siz menen bizga shunchalik o'zgarishga sebebkor odamlardan biri, misol uchun sebebkor deb qo'ying. Misol uchun ikkala mamlakatning prezidenti. Tipa bir ikkita prezident qatori emas, ikkita bir akufga bir si hurmatni ko'rsatib, bizga qanday qilib o'zbek bilan qirg'iz qanday muomala qilish kerak ekanini jashosida ko'rsatib qo'yapti. O'sha sebepdan biz o'zgarib o'tamiz deb o'ylayman. Rahmatjon, hozir kecha yaqinda videomiz ayabay bir trend bo'ldi. Prezident bilan жолуккан видеоңуз. Кандай жолугуп калдыңыз? Же бирөө сунуш бердиби? Жолуккан чакта деле бир өтө кыйынчылыктар болсо керек ортодочу. Тоскоолдуктар, каршылыктар. Ооба, негизи тоскоолдук болот эми, конечно болот эми. Мамлекеттин президенти менен жолугуш, мисалы үчүн кавсыздык жактан болот, андан сырткары biz jönököy adamımız da, misal üçün. Hem al narsage spisoktары менен, башкалар менен, misal üçün kira turgan narsada biroq al jerde spisokam bo'lgan jo'q, biroq qiyinchilik bo'ldi, o'ziga yarasha noqotda uchrashdim. Ko'pchilik o'rtaga tushib ko'rishtirmaslikka harakat qildi. Meni o'chirtib, men suylay turgan mahalda meni suylattirib qo'yishdi kerak bo'lsa, o'shunday bo'ldi, uchirtar bo'ldi. Biroq egarda maqsad qilsam, misol uchun yetishasin degan narsa bor. Maksimum harakat qildim. Harakat qilibsiz-da. Ova. O'shul yerga bir ma'lumot aytib ketayin. Men hurmatli prezidentimiz bilan joluqqanchayin boshqa masala bo'yicha joluqam dedim-da. Suylayotganimda boshqa masala bo'lib ketdi. Men o'shoga tan qoldim. Men joluqqancha boshqa masalalar aytam deb joluqdim-da. Misol uchun yurakdan boshqa chechim chiqdi-da. Jattayotam-da, al yerda sezim boshqacha bo'ladi, sur bo'ladi, конечно. O'shuncha el qarab turadi, andan sirtqari televideniyalar erten bir so'z aytsang, o'shul so'zing bilan sen xayb bo'lib ketib, bu yoq xato so'z, любой narsa. Anan Qirg'izistonning boshchisi turadi, o'shul yerda bir o'zgacha bir sezim bo'ladi-da. Butun titraganiga shukr qildim, misol uchun. Ishonasizmi? Mikrofonga 7 kunimcha boshqa narsani o'ylaganman-da. 7 kunimcha men ayta turgan so'zim boshqa edi. Jottab kelganman, qog'oz, ruchkalarga yozib, boshqa so'zni aytam deb, boshqa so'zni aytatam-da. O'zim negizim nima deb aytayin dedim-da. Men bilasiz, misol uchun Qirg'izistonning qo'z yerlarini ko'rsatib berishga harakat qilib, Qirg'iz bilan o'zbekni intimoq ekan jo'nda videolar tartib, ana men Andijonga ko'p o'tamda. Andijonga o'tganimda men o'shul o'zimizdan ne xato kamchilik bor, o'shal Qirg'izistonga borib turib, baykalar misol uchun, je bo'lsa merlar bilan, hokimlar bilan yaxshimini, o'shal sunishni berayin deb harakat qilamda, misol uchun O'zbekistonga, Andijonga, Farg'onaga, misol uchun Namanganga o'tib qolsam, ellardan so'rayimda, blogerlardan, o'sha tanimol odam bo'lib, kimdan bo'lsa ham so'rayimda, O'zbekiston uchun, Qirg'izistonga nima uchun o'tish kerak? Nima uchun o'tmaslik kerak degan savolni aytamda. Desam aytadi, birinchi, nima uchun o'tish kerak? Qirg'izistonning qo'z yerlari ko'p.
hozir aябай сонун болуп шаар болуп кетти, суктана турган жерлер болуп кетти. Ошо көбүрөөк адамдар интерес болгон нарса бул 80% Кыргызстандын кооз жерлери. Кооз жерлери. Ошол жерлерге тоолорго эс алып келишти. Эми мен айта турган сөзүм, мисалы үчүн, урматтуу президент, мен сизден суранам, мисалы үчүн, биринчи очурда Кыргызстандан, Өзбекстандан Кыргызстанга өтөйткөндөрдө, мисалы үчүн, чегара маселеси. Мисалы үчүн кандай маселе? Ошол туристтер келген адамдарга зеленый дорожка дейт го, дорога. Ошондой нарсаны кылып берсе, мисалы үчүн, келген адамдар, мисалы үчүн, туристтер болобу, ошоларга өчүр по-любому өчүр болот го любой жерде. Өчүр кылбастан өткүзүп барсак, анан эс ала турган жерлерге коопсуздук деген маселени, мисалы үчүн, максимал даражада карап койду. Азыр мындай эсептеп көрсөңүз, жумасына 10 миң, 15 миң, 20 миң адам келет да, мисалы үчүн. Ошол жерде охрана зона кылып, мисалы үчүн эми сиз жашыңыз чоң болуп 30, 40, 50, 60 болса, бир кызыңыз же балаңыз башка мамлекетке эс алган кетсе, коопсуздук жөнүндө ойлойсуз да. Эмне болот деген нарса. Ошол жактан, андан сырткары ошол каракойлорго мен инвестор алып келейин. Ошол инвесторлор кафе салсын, же болбосо бир жакшы ошол жерлерде магазиндар болсун. Жакшы идея менен барган экен. Ооба, мисалы үчүн ошол жерге барса адам, барса, шаардан эмес, ошол жерден картошка керек болсо, ошол жерден сатып алсын. Өзүбүздөн көп барганда ошондой болот турабы? Ошол маселе болот. Ооба, суу таппай калабыз же башка нарса. Таппай калабыз. Ошол жерден алып туруп, мисалы үчүн, адамдар эс алганы барган адамда эч кандай проблема болуш керек эмес да. Ошол нарсаны мен айтайын дедим. Анан оюм башка болуп кетти, башка болду. Эми бирок мен оюмча жакшы эле нарсаны айтып чыктым деп ойлойм. Сонун айттыңыз, Алла разы болсун. Видеолорубузду көрүп эле жүрөбүз. Комментарийлерде мисалы сизди колдогондор бар, негатив жазгандар өтө көп. Ошолорго эмне жооп бересиз? Мисалы нөл жети деп Шавкат Мырзаев, президент, Өзбекстан президентинин күйөө баласы деген сөздөр жазат экен да элдер. Ошол дагы элдерге кызык да, ошол боюнча да айтып кетсеңиз. Нормал семде. Ошол комментарияны жаман көп окуп калам. Эмнеге андай адамдар? Сиз окуп каласызбы? Ооба да. Өткөндө сиз көп жолу көрүп калдым. Бул адам дейт эл баласы. Шавкат Мирзиёевдин бир карындашы, бир тууганы же баласы дейт да. 6 ай, 7 айдын ичинде нормальный результат көрсөтүп, видеолор чыгарып, популярный болуп кетти дейт. Давайте Рустам экөөбүз ушул жерде бир сырды айтабыз. Мен 007 дейшет да. Мен жарандык кайгы экенин билишпейт адамдар, мисалы үчүн. Сиз Кыргызстан жаранысызбы же Өзбекстандынбы? Ошол жерде мисалы үчүн адамдар билбестен сүйлөш туура эместен 007 эмнени мен азыр билип алдым, каерге жеткиришим керек мисалы үчүн. Же мени колдоп ким битамтас келип туруп, ушундай президентине көрүштүрүп койду, же болбосам каерде көрдүм мен мисалы үчүн. Нормально жашай экениме мисалы үчүн да эми бир отель сатып алып же нормальный бир просто эми жөнөкөй эле адаммын. Эми максималдуу түрдө мен адамдарга жакшы жашаганымды көрсөтөм, кыйналганымды көрсөтпөйм да мисалы үчүн. Эми азыр 007 дегендерге келейин бүгүн биздеки айтам. Мисалы үчүн мен өзүм сабой кийгенмин. Койсоңуз. Мен кайсыл жарандык экенимди, мамлекеттик экенимди көрсөтөйүн. Трафик жүзүндө көргөзүп атасызбы? Ооба, бир көрсөтөйүн, майли. Адамдар яна кызык окшойт. Ооба. Ошол маселени 007 деген маалда бир ойлонуп көрүңүздөр. Мисалы үчүн мен өзүм көрсөтөйүнбү? Мына, Жак карасаңыз. Сиз Кыргызстан жаранып турбайсызбы? ооба да, мына көрсөтөйүн мына. Көпчүлүк ойлогондо Өзбекстан жаранып деп. Мына менби? Мына Хожи Мухаммад Исаков мына. Көрүп атасыздарбы? Если что, мен Кыргызстандын жараны болом. Ушул күнгө чейин мен адамдарга айткан эмесмин. Ошол жерде жараны же башка нерсе деп айткан эмесмин. Эми бир күн вакыт келет, андан айтам дегенмин. Ошол күнү мына сиз менен отуруп сүйлөшчү экен. Эми айтайын дегеним, бизде максат мамлекет сатыш эмес. Ар бирибизде. Биздин максатыбыз бир. Биринчи очуртта Кудайды буйругун кылыш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай сөзү бар. Мекенди суу имандан деген турабы? Эми мен мекенимди сүйбөсөм, мекеним үчүн кызмат кылбасам, мекенимди мактабасам, ким мактайт мисалы үчүн да? Не кылышым керек мисалы үчүн? Мекенимди сатайынбы? Мисалы, эми мени ашыпкан, мени жамандыгым, эгерде мен мекенимди жакшы көрүп, мекенимди башка өлкөлөргө суктаныш үчүн макташым болсо, майли мени ашыпка кыла берейин. Майли мен күнөөкөр болоюн. Майли адамдар үчүн мен жаман адам болоюн, хорошо, макул, мен разымын. Бир адам жаман көрүнүш керек болсо, мен ошолмун. Мына чындап айтканда, сиз апаңыз, атаңыз үйдөгү маселелериңизди
uyda bo'lgan masalalarni ko'chaga olib chiqmaysizda. Ova. Biroq uyda yaxshi yashayotganingizni maksimal darajada ko'rsatib berishga harakat qilasizda. Yubli debmi? Ovada, nima uchun biz Qirg'izistonda shunaqa qilishimiz kerak emasda? Nima uchun biz Qirg'izistondagi jomon narsalarni lib bu yerda masala bo'ladi, problema bo'ladi. Aytadi-ku, agarda odamni tomirida qon bo'lsa o'ladi deydi. To'g'rimi? Bizda ham masala, problema bo'lsa, biz yo'q deganimizda, o'sha sebepdan mayli, men dag'i bir yo'l aytaman. Agarda men Qirg'iziston uchun paxta qo'yib, merlar uchun paxta qo'yib, prezidentlar uchun paxta qo'yib, jamon ko'rinsam ma'qul, roziman. Nima uchun? Chunki men mamlakat uchun qildim. Endi jashong'izda qanday qiynalgan vaqtlar bo'ldi-da. Bo'lgan bu suyungan vaqtda bir sinov kelganda kimga qayrilasiz? O'shalar bo'yicha dag'i. Jashoda negizini aytganda Rustam hoji erkak kishining boshiga musibat birtaka kelmasa, al erkak emas deb o'ylab qolamda, misol uchun. Mana Moskvada taksivatlik qilib yurdim. Moskvada migrant bo'lib yurgansiz. Migrant bo'lib yurganman. Turkiyada yurganman, Tojikistonda yurganman, ko'p joylarda yurganman-da, misol uchun. Qaysi mamlakatda yursam, meni o'y fikrimda bitta bo'lganda, o'sha mahalda ham aktyor bo'laman, bloger bo'laman, mediada ishlaym, o'shunday degan narsa bo'lganda, har doim qiziqqan. Odamda o'lmayotgan, u bir qiziqish bo'layotgan. Yoshligida qilmasa bir juzga kirgandan keyin ham bir harakat qilib ko'rayotgan-da. Sebebi yoshligidagi armon degan narsa bo'ladi-ku. Menda o'shunday narsa bo'lgan. Ko'p qiyinchiliklar ko'rganman. Misol uchun Andijonda bir kunimni aytib beraman sizga. Andijonda normalniy blogerman. Har bir videolarimni million prosmotr ko'radi. 700 ming, 500 ming odam ko'radi. Reklamam $200 o'shul mahalda. 2 yil murungi so'zni aytib 2 yil, 1,5 yil bo'lib turibdi. Anan ishinasizmi? Endi Xudoy bermasa hech de kelmas ekan. Sen kim bo'lsang dag'i Xudoy beram desa berayotgan, bermam desa berayotgan. Normalniy Andijonda ruinim bor. 2024da eng kuchli ibratli kontent, bilasiz, manfaatli. O'shunday kontent bo'yicha eng kuchli men bo'lganman-da, misol uchun Andijonga men olib kirganman bu sferani. Bag'i musulmonskiy roliklar. Men birinchi meni andijonliklar ko'rayotgan bo'lsa o'zi biladi. Mashallah. Birinchi men olib kirganman. Alisher og'alar bor edi, prikol joqdan. G'ayrat bor edi. Ana men bor edim. Liboy tanalot blogerlar ham bardig'i. Ibrat degan hozir kanallarning bardig'i mendan keyin chiqqan. Bardig'i ko'vi 70% maga telefon qilib, shogird oling deb telefon chalishgan. Men keyingi aytaveraman o'sha narsani. O'shol mahalda misol uchun ishinasizmi? Yotoqxonada yotgan yerim yo'q edi. Bir do'stimni bir ishxonasi bor edi. O'shol yerda kechki soat 11-12 gacha o'tiramiz. Anan sekin peshkom ketam. Yo'lda nima bor? Poyezd yura turgan yo'l bor. O'shun janida bir ostanovka kuta turgan yer bor edi. O'shol yerga qo'limda kostyum, qishda bo'lsa kurtka, 5 litrli baklashkaga suvni to'ldirib qo'yib, o'shol yerda yotat edim. 2 oy shuncha yashab yurgan. Qiyinchilik bo'lgan ekanda shuncha ko'ryapsiz-da. Misol uchun-da, Qirg'iziston kelgan ma'lumda ham shunday bo'lgan. Jaqinda ham o'sha yerda yashab yuradilar. Jaqinda ham. Onadirda, o'sha yerdan egasi bo'lsa o'sha yaxshi biladi. O'zimcha deb kostyum-shimlar kiyib yuram, pont berib. Bir afishda yashaysiz. Biroq afishda yasham, bir kafeda oyina 15 ming so'mdan reklama qilam, oyina 30 ta video qilib chiqarib beram. Kunini Onadirdan peshkom Shaytevaga kelam, peshkom 7-8 kilometrda. 15 so'm yo'l kiramga aqcham yo'qda. Peshkom kelam, o'shul yerda video tortam, dag'i qayra qaytam, o'shuna qilib ish qilib yurganman-da, misol uchun. Biroq aytdim-ku, boshda misol uchun ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. O'zimga yaqin do'stlarim bardig'i, yaqindagilar paydo bo'lib qoldi, keberklari. Men do'stim bo'ladi deb. Mayli, ular uchun aytaman, assalomu alaykum, qandaysizlar deb qo'yam. Boshqa so'zga kerak emas. Sebebi men qiynalgan ma'lumda qayoqda edim-da. Mayli, hozir kelaversin. Qancha kerak bo'lsa kelsin, do'st deb qo'yaveram. Agarda men do'st qila turgan bo'lsam, mayli, masala yo'q. Biroq men qiynalgan ma'lumda, misol uchun, qiynalgan ma'lumda O'zbekistondan men sizga aytay, J6 Samsung bilan ekrani siniq, sim karta tushpay turgan telefon bilan kelganman. Qo'limda aqcham qancha? Tak 120 so'm aqcham bor edi O'zbekistonda o'tgan. Yashay turgan yerim yo'q. Noqatda yashasam, biroq uydalar oldiga, opam bilan otam oldiga O'zbekistonda 3 yil, 4 yil blogerlik qilib kelib, nemdan kelding degan narsa erkak kishini qiynayotganda. O'sha narsani men aytishga qijilat bo'lib, o'zim o'shda iloji yo'q yashab yurganman-da, misol uchun. Blogerman, boshqa ish qilishni bilmayman. To'lka shu blogerlik tarmog'idan. Ana o'tirgan do'stim bor. O'tiradi, kulib. Ilyos,
Oşul bola 11 alıp bergen, anan özü qarşı qılıp qılıp 16 alıp bergen. Bundan keyin başqası belek qila almashtırып ordim. Ne narsa ekanda, do'st qanday bo'ladi aytay sizga. Do'st sen qiyinchiligingda paydo bo'ladi, biyikka ko'tarilganda yo'q bo'lib qoladi. O'shul odam do'st bo'ladi-da. Ne uchun? Al odam uchun seni aqchayn je boshqa narsani emas. Jo'nayla. Keragi yo'q da. Qiynalmay jur, yaxshi yasha, birovga muhtoj bo'lma. O'shul narsani o'ylayotgan, boshqa narsani o'ylayotgan. O'shaga ayta turgan narsam eng yaxshi do'st bu dunyoda ota bilan opa. Misol uchun Xudoy ondan sirtqari o'zing bir yaqin do'sting bo'ladi. Do'stlaringiz bor ekan, maşallah. Xudo shakil yurgan har doim. Alloh razı olsun. Kelajakdagi planlarda qanday plan? Kelajakda emne qilasiz, emne ochasiz, emne biznes boshlaysiz degandey. Kelajakda birinchi o'chirda o'zi negizini aytganda üspet etpeytan planlarga, sebep tez yetishib qoldim o'zi. O'zi cho'ng narsani plan qilish kerak ekanda. Men o'shundan 6 oy burun Jallovatda, Manasda prezident konsertga kelganda kortej o'tib ketgan o'sha yerdan. Kortej o'tib ketganda men ellar qatorida turib, men aytganman. Hurmatli prezident, hozir konsertda olisdan bo'lsa ham ko'rdim. Vaqti keladi siz bilan uchrasham deganman-da o'sha momentda. O'shanda kichkina niyat qilgan ekanman-da, plan qilgan ekanman. Endi hozir cho'ngroq plan qildim. Buyursa Qirg'izistonga o'shunday turistlarni olib kelayin. O'zimmi jashoyimda ham opammi, otammi jashovdi bir boshqacha jaqdan ko'rsatayin deb harakat qildim. Misol uchun qanday madrasalar bo'ladi, mechitlarga bo'ladi, misol uchun mayli mechitlarda o'qita olmasak, mayli madrasada muallim bo'la olmasak, tag'i biroq o'shalar uchun bir sharoitlar tuzib berib, yaxshi ishlarni qilib, qo'limizdan kelishincha bir Qirg'iziston maqtab, daqtab, turistlarni bostirib, jag'dirib, vaqti kelsa globus ochayin deb ataman men dag'i. 4 etash, 5 etash qilib, o'shunday cho'ng ishlarni atqarayin deb ataman. Bo'lsa inshaalloh. Bunda videoda dag'i aytib qoldingiz, reklamalaringiz bo'yicha $200, $300 deb Uchqunbek kanalidan qayrilgan bo'lsa arzon qilib berasiz banan. Bolalar nega qimmat, o'shalar ellarga qiziq, o'shani aytingizchi. Meni reklamchi emasmen-da negizda Rustam hozir. Biroq Uchqunbek kanalidan yozilsa 50% skidga qilib beraman. Maşallah. Mayli, boshqasi emas. Qancha reklama bo'lsa ham o'sha kanaldan 10 tagachayin хорошо. Endi har birini qilsam, endi qolganiga 20-25% qilib beray. 10 tagachayin 50%. Misol uchun, qancha reklama qilsam, o'shani jarmini o'sha kanalda qattaluvchi bo'lganligi sababidan boshqa sabab yo'q. O'sha uchun mendagi Abdushi sizlar meni siylab chaqirganingizlar uchun mendagi 50% skidga qilib beram. Men kichkina akkauntimga misol uchun o'z $100 reklama qo'yamda, o'tganda bir video qo'ysam, jamoat hit yozibdir. Seni kim reklamachi? Chaqirib o'tadi misol uchun. Bir kunda 20-30 ta reklama chaqirishadi. Biroq maqsadim reklama emas-da, meni maqsadim. Maqsadim boshqa narsa. Brend bo'lish. Brend jo'nida bo'lsa ishlasham misol uchun, liboy menen. Maqsad endi bitta joyda borib turimda suylab qo'yish emas, o'shol brendda, mana Uchqunbek kanal brendda misol uchun Qirg'izistonda hozir O'rta Oziyada ham brend bo'ldi-da, normal auditoriyaga o'sha o'xshagan mendagi el bolasi otini el siymiqtana turgan bir brend qilayin deb harakat qildim. O'sha хорошо. O'zi reklama misol uchun o'sha kanaldan xattalib telefon chalsa 50% skidga bor 10 ta odamga. Ellerдің бағы ойдығын, ойларыны, сұрыларыны полныйлы жооп бердік деп ойлаймын. Сізге Құдай тылам разы olsun. Чоң рахмат. Урматтуу туугандар, Учунбек каналына катталып коңуздар. Жакшы ушундай подкасттар кылып турабыз. Дагы кимдерди чакырайлы, Ош тараптан, Бишкек тараптан комментарийге жазыңыздар. Жакшы сөз жазыңыздар туугандар. Багы улуттун жаманы болот, адамдын жаманы болот дейт го. Жакшы сөз жазыңыздар. Эми сизге бир эркин микрофон берелден, ушу мени жыйынтыктайлы. Кимди чакырышыңызды айтып кое берейинби мен? Эми элдер жазышсын. Har bir blogerdan shunday so'roq berib qo'ysangiz bo'ladi ekan, kimni chaqiraylik degan narsa. Buni kesib qo'ysangiz ham bo'ladi o'zi. Men Umarni chaqirayin. Umarni? Umar Duxinjetsani. Duxinjetse bizga kelib intervyu berib ket deb. Kelsin o'shol bola, agarda kibr bo'lsa, kelib qo'llab ketsin o'shol kanalda. Abdusha Manasdan kelib, o'zi yo'l kira qilib, benzinni o'zi quyib, rasxod qilib kelib bir intervyu berib ketsin. Masalan, o'shul bolani men chaqiring deb so'ranam. Endi dag'i bilmayman, birdek ayta olmayman. Endi erkin mikrofon bo'lsa, birinchi o'chirda Xudoydan so'rab qolamiz, har doim shunday biz intimoqda, har doim bir-birimizni hurmatlab, siylab, negativ suylab, agarda misol nima narsada musulmon kim desa, bir-birini aynak qatori ko'rish kerak. Burga betiga birdek javob qolsa, to'g'anim, betingni olib tashla degan qilib, sağım ne narsa bo'lib o'tadi deb, yuz-yuzga kelib suylasa,
болот. Ошого айта турган сөзүм, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, урматтуу өзбек элим. Мени жаман көрсөңүз дагы жакшы көрөм сиздерди. Себеби биз адамды жаман көрүш бизге эмес. Ошого кылган күнөөктөрүбүздү Кудай кечирсин. Ушул каналга сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Жакшы подкастларды, өзлөрү чоң пландар кылтат, молдакаларды чакырабыз, иншалла деген пландар бар экен. Иншалла бул канал иншалла сиз менен биз үчүн аябай керек. Ошого сөзсүз түрдө катталып койсоңуздар, Рустамжан, сизге дагы чоң рахмат. Алла разы болсун. Дагы бир жолу мен сиз менен отурганымдан сыймыктанам, өткөн убактымга ыраазымын. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.